Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, hurmatli vatandoshlarimiz. Samarqand viloyati Nurobod tuman Nurbuloq shaharchamizdan sotilgan ikkita sigirimizni ko'rsatib o'tyapmiz. Do'stlar, mana shu sigirimiz sotildi. Ikkinchi qoringa bo'g'oz do'stlar, 7 oylik bolasi bor. 11 million 500 mingga baraka bo'ldi do'stlar. Mana shu sigirimiz. Egalaridan 15 million narx qo'yilayotgandi, 11 million 500 ga baraka bo'ldi. 7 oylik qonida bolasi bor. Ikkinchi qoringa bo'g'oz. Va keyingisi mana do'stlar. Ana shu sigirimiz ham sotilgan, 21 million top-toza ketgan do'stlar. Sutlari ham kamida 6 litrgacha beradi deyapti do'stlar. Bolachasi ajoyib mana. Bolachasi navochi. Mana do'stlar, 3-bolasi bu. Mana shu sigirimiz 21 million so'mga baraka bo'ldi do'stlar. Ranglari ham ajoyib mana. Bolali sigirimiz savdo bo'lyapti. Hurmatli do'stlar, mana sizlarga bolachasi urg'ochi. Nechinchi bolasi edi? Biz ikkinchi bolasi edi. Ikkinchi bolasi mana shu sigirimiz savdo bo'lyapti. Ajoyib chiroyli sigirlardan do'stlar mana. Anchagina suti ham bor buni. Mana akalarimiz savdo qilyapti. 23 million so'rayapsiz. Mana 23 millionga chiqqan. Kengda. O'zi qancha deyapti o'zi aka? Qaysini? Buni 30 million buni sab qo'yilyapti. Ha, 22 million buni sab qo'yilyapti. Ha, 30 million xolisi kelishamiz deylar. 30 million urg'ochi. Ha. Xolos. Ikkinchi bolalar. Ikkinchi bolasi. 25 million kam. Mana bolachasi. Nechinchi bolasi edi? 4-bolasi navochi do'stlar. 25 million aytilyapti. Savdo bo'lyapti do'stlar bu sigirimiz ham. Mana. Yashigina suti bor deyapti. Aka 18 so'radik. 18 million mana so'ralyapti, bozor so'rayapti do'stlar. Egalardan 25 million narx dedi. Xohlasa bozorimiz avjida do'stlar, yangi kanalimizga obuna bo'lamiz, layklarni bosib qo'llab turamiz.